Qariyb 50 kun davom etgan 65-xalqaro gullar festivali butun dunyoni mehmon qilishga ulgurdi. Bugun esa ushbu nafosat va go'zallik bayramining yopilish marosimi. Gullar bayrami 2026-yilda umuman betakror o'tdi. Iqtisodiy manfaat ham bo'ldi. Tumanimizga ham, viloyatimizga ham. Gullar bayramiga gala chortoqqa ham chiqdi-ya. Juda ham ko'p chiqdi. Gullar bayramini umuman bitta so'z bilan ifodalab bering. Gap yo'q, hech qanaqa. Ifodalagan so'z ko'p, shunga hayronman. So'z bilan ifodalab bo'lmaydi. Ta'riflashga til ojiz. Baxt, omad, xursandchilik, bayram. Xalqaro gullar festivali biz yoshligimizda bir kunlik bir bayram tadbiri bo'lgan. Xalqaro festival darajasiga ko'tarildi. Gullarni umuman bezaklari, tumanlar ishtiroki har yilidan ham o'zgacha bo'ldi. Yoshlarimiz juda ham maza qildi. Yoshlar oyligi gullar festivali birgalikda. Ko'zonsoy turizm zonalari ko'p. Bizdagi dam olish maskanlaridagi dam oluvchilarning ham soni keskin ko'paydi mana shu davr orasida. Hurmatli prezidentimiz doim aytadilar, tinchlik bor joyda, xotirjamlik bor joyda shunaqa bayramlar yarashadi. Gullar festivali orqali boshqa festivallar ham Namanganga bir yaxshi an'anaga aylandi. Mana bu yil maqom anjumani o'tkazilganligi, qolaversa avto festival o'tkazilayotganligi, asal festivallar shunaqangi tadbirlar umuman Namangan turizmni rivojlantirishda driver yo'nalish bo'ldi. Bu yil yurtboshimiz o'zlari tashrif buyurdilar gullar festivaliga. O'zlari mana maqom anjumanni ochilish marosimida ham alohida minnatdorchilik bildirdilar. Mana shu ayniqsa gulchilarimizga, Namanganning mehnatkash xalqiga. Yuksak darajada tashkil etilgan butun dunyoga mashhur 65-xalqaro Namangan gullar festivali Guinnessning rekordlar kitobiga kiritilgani har tomonlama e'tibor va tahsinga sazovor. Men bugungi imkoniyatdan foydalanib, mehnatkash va mirishkor, oqko'ngil, pok niyatli Namangan ahlini yana bir bor samimiy tabriklayman. Ming rahmat sizlarga. Qo'llaringiz hech qachon dard ko'rmasin. Oddiy gullar bayramidan unikal hodisaga aylantirilganligini yuqori baholadilar va bu albatta gullar festivalining yanada nufuzini oshirishga sababchi bo'ldi. Yangi Qo'rg'on tumani Dastor mahalla fuqarolar yig'ini 50 mingdan oshiq dilekdik. Mahallamizga aholi bilan birgalikda tantanali yopilish marosimida shahar hokimligi uchun kutilmagan bir sovg'a bo'ldi. Namangan shahar hokimligi Onyx avtomashinasi bilan taqdirlanildi. Namangan gaz ta'minot filiali taqdirlanadi. Hudud gaz ta'minot filiali o'zining ajratilgan joyida turli xil gullar bilan Imom Buxoriy majmuasining maketini yaratildi. Qilingan ishlarning natijasi mana avtomashina sovg'a qilindi.